Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati agentligi xabariga ko'ra, yaqin kunlarda mamlakatimiz hududlarida sovuq havo oqimi kuchayadi. Ertadan boshlab ayrim viloyatlarda qor yog'ishi va havo haroratining keskin pasayishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatlarida kechasi havo harorati 3 dan 8 darajagacha sovuqni, kunduz kuni esa 0 dan 8 darajagacha iliqni tashkil etadi. Ayrim hududlarda tuman tushishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatlarida kechasi 0 dan 5 darajagacha sovuq, kunduz kuni 13 dan 15 darajagacha iliq havo kuzatiladi. 3 dan 5 yanvar kunlari ayrim joylarda yomg'ir yog'ib, qorga aylanishi ehtimoli bor. Toshkent shahri va viloyati, Samarqand, Jizzax hamda Sirdaryo viloyatlarida 3 dan 4 yanvar kunlari yomg'ir va qor yog'ishi prognoz qilinmoqda. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kechasi 0 dan 3 darajagacha sovuq, kunduz kuni esa 7 dan 13 darajagacha iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida kechasi 0 dan 5 darajagacha sovuq, kunduz kuni 3 dan 10 darajagacha iliq havo saqlanib turadi. Tog'oldi va tog'li hududlarda sovuq kuchayadi. Kechasi va ertalab 2 dan 7 darajagacha sovuq bo'lishi, yo'llarda muzlama hosil bo'lishi mumkin. Haydovchilar va fuqarolardan ehtiyot choralariga amal qilish so'raladi. Tezkor va ishonchli yangiliklardan doimiy xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang.